Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan men Tursunim Zohidjon. Mana bugun Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Qoratepa qishlog'iga yetib keldik. Bu yerda optim holatda konteynerlarni maydalab sotishadi. Videomiz mobaynida barcha konteynerdan chiqargan mahsulotlarimizni razmerlari, o'lchamlari, yetkazib berish xizmatlari haqida batafsil ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Demak, mana shu joyda boshqaradigan, maydalab sotadigan akamiz Masjidjon akamiz bilan. Assalomu alaykum aka. Bormanglar. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Narx-navolar qalay o'zgarishi? O'zgarishi o'sha turib pashti. Ha. Yangilab, narx-navoni yangilab qo'yamiz-a bir. Ha, xolos yangilab qo'yamiz. Demak, nimadan boshlaymiz aka narx-navoni? Profildan boshlayveramiz. Bu eshikboz-a? Eshikboz. Ha, 5 ga 10 eshikbozimiz. Kaltami uzunmi bu? Kaltasida 230 230ligidan yana naval holatda bor ekan. Necha puldan donasi? 110 ming so'm beramiz. Ular bir donasi 110 ming so'mdan. Mana holati yaxshi. Arqa taraf ozgina teshigi bular barchasida ko'pida, lekin yon taraf bilan ko'p yaxshi. Buni uzunlari ham bor-a? Uzuni ham bor, ozroq qoldi, endi chiqaryapmiz. Mana uzunlardan ham bor ekan. 255 uzuni. 255. Kaltasi 225. Necha pul bu? Bu 125 ming bir donasi. Ular 125. Buchi? Bunisi 110 ming beramiz. 110 ming so'mdan. Keyinchi lagalar-a? Lagalar. Bular ikkita tomon bir xil, 230 uzunligi. O'zi ko'pchilik klientlar bilishadi. Ha. Dona 82 ming qilib beramiz. Bir dona 82 ming so'm. Buni qovurg'ali varianti ham bor. Qovurg'alisi bor. 92 ming, ko'proq olganlarga 90 ming qilib beramiz klientlarga. Bir donasi 90 ming so'm. Nima ko'p ekan-a juda mana. Ha bular ham qovurg'alilarga mana. Aloqaga chiqsang zo'rlab optim narxda sotishga ham qilib beraveradi do'konlarga. Mana bu joyda ham qovurg'alilarga ekan mana ko'rib turganimizdek har xil. Xo'p, keyin listlardan esaga. Bu orqali ekan-a? Orqalis. Donasi 690 ming. Dona bezotlari bu. 690 ming so'm ko'rib turganimizdek. Bitta kandidan bir dona chiqadigan 690 ming. Buni tekizlasangiz 6 kvadratdan oshiqroq chiqadi. Eng qalin joyi bu 202 mm chiqadi. Ha, 202 chiqadi. Bular yollislar, Yollislar bor mana. Konteyner yonidan chiqqan lislar. 1.8 qalinligi, 1 kvadrati o'sha 112 ming so'm beraveramiz. Kvadrat 112 ming. Har xil razmerligisi bor. 1.95 ga 2.60, 1.12 ga 2.60. Bular 1.12 2.60 kvadrati 112 ming. 112 ming. Buchi? Ha, bu ham 112 ming yalnız 1.95 ga 2.60. 2.60. Boshqa razmerga ham kesib beraveramiz. Kesib beraveramiz. Mana ko'rib turganimizdek hozir konteyner maydalashyapti akamiz. Mana shu joydan xohlagan razmerlarga kesib berishlari ham mumkin. Xo'p, bundan tashqari bu yerda 3 ga 1 listlar ham bor ekan-a? Listlar bor. Tozalangan varianti. 3 metrga 1 metr, qalinligi 4 mm. Buni bir donasi 720 ming so'm. 720 ming so'm, boshqa joyda 750 ming ham deyapti. Bu yerda arzonroq ekan. Tozalanmagan varianti ham bor ekan. Ha, tozalanmagan ko'priklarga zo'r ish beradi, ko'rib turganimiz qovurg'ali 1 million so'm donasi. Baquvvat narsa. Xo'p. Bundan tashqari yana bu yerda chanalar bor ekan. Chana profillar. Chana Buxorolik akalar 250 ta bir fura so'rashyapti, unga ham qilib beraverasiz? Ha, qilib beramiz. Necha puldan chana narxi? 550 mingdan qilib beramiz bir donasini. Bir donasi 550. 1170. 1170. Xo'p, 6 ga 6 lar bor ekan mana bu joyda. 6 ga 6 profillar ham bor. Bu ham 1170. Buni bir donasi 720 ming so'm. Ha, bittasi 720 mingdan, ha? 720 ming. Zo'r narx. Yaxshi, qimmat aytishga yo'q. Men o'zim konteyner maydalab sotaman. Masjidjon sherigim bo'ladi. Birga ishlaganmiz avval. Hozir narx-navolarni yaxshi aytyapti. Chunki buni ichida o'zim yuribman. Eshlar ham bor. Eshil bir donasi buni kattarog'i 700 ming, kichkinarog'i 600 ming so'm donasi. Ha, katta konteyner chiqqani 255 desa 255 ga 700 mingga 600 ming. 700 mingga 600 ming. Kaltasi 225 ular. Manalarda ham chanalar bor ekan. Chanalar bor. Istaganlar uchun butun eshik ham bor ekan. Mana shu butun eshigimiz qancha? Mana shu ramkasi bilan 3 million so'm kattasi. Ha, 3 million so'm. 290 ha. Hammasi. Katta eshik ekan. Balandligi eni 245 bo'ladi. 245. 290 ga 245. Mana ko'rib turganimiz bu yerda har xil materiallarimiz bor. Ustunlarni ham topib. O, mana shu yerda ustunlar ham bor ekan 5 ga 10. 5 ga ustunlar bor. Ko'pchilik uylarga, naveslarga ishlatishadi. 2 metrligi ham bor, 230ligi ham bor. 230ligi 270 ming bir donasi. Ha, ha. 270 ming so'm shunisi. Ha, ha. Ugonligi bor, olib tashlasa bonus bu. Ha, 270 ming. Bunisi bor. 2.5 2 metr chiqadi, bu ham ustunlik. Qancha bu? Buni bir donasi 180 ming beraveramiz. 180 ming so'm ekan bittasi. Ustun mahsulotlarimiz bu yerda ko'p ekan. 93lik nechi pul? 93lik 25 ming. Mana bir donasi 93 sm ham 16 sm bo'ladi. 25 ming, ha?
Hali ko'p chiqadi knetlar. Bundan hali ko'p ekan, mana metall lomlarimiz ham bor. Metall zavodlaridan ishlayveradi, aloqaga chiqsang zo'rlab beradi metall lomga. Xo'p, keyinchi bu yerda pol taxtalar bor ekan, ha? Taxtamizni ko'p qismi sotib yubordim, yangi chiqqan. Ha bu yerda mana bunaqada ham bor ekan. Bular bir o'taga. Maydalari qanchadan bular? Barimizni 105 ming qilib beramiz kvadrat, 240 ga 55. 55, 105 ming. Bunisi 163 ga 63. Bu 85 ming kvadrat. Bundan maydalari 116 ga 140, 150 ga 60 ligi 95 ming qilib beramiz. 95 ming. Yaxshisi qoladi. Bular endi poddomlikka. Ha. O'rtacha. Va o'g'irda ham aytib o'tay, shunaqa beraverasizmi? O'g'irlarni ham qilib beramiz seknetlarga hozir. Hop, o'g'irlar 230 lik, yana 60, chuqurligi 35 chiqadi. Bittasi qancha buni tomlisa? Ha, tomlisi qalinlikdan chiqadi 2 minglik va buni bir donasini 360 ming qilib beraveramiz. 160. Buni qo'y o'g'risini qancha qilib beramiz? Qo'y o'g'risini 260 ming qilib beraveramiz. 260 mingdan 230 qo'y o'g'irlar. Xo'p, pol taxtalarimiz ham bor ekan, mana ko'rib turganimizdek. Kattalar 240 ga 116 ta bu. Mana bu ham bor ekan. Kvadratida 115 ming, 110 ming, 120 ming holatiga qarab qilib beraveramiz. 240 ga 116 bir kvadrat. Demak, 105 mingdan 115 20 gacha ekan-da. Holatiga qarab. Yaxshi. Yana konteynerlar kelyapti, xudo xolasa, zo'rlab kesib, maydalab berib sotishadi. Knetlarga nima kerak bo'lsa, qancha kerak bo'lsa beraveramiz. Konteynerda tomlisini ham hozir aytib o'tmadik. Mana bu ko'p turganimizda tomlislar 208 ga 235 bo'ladi. Kvadratini 115 ming so'mdan deyapti. Uncha kelishtirib berishlari mumkin ekan. Kimga mana shu videoda ko'rsatib o'tilgan mahsulotlardan kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqa qilsalang, zo'rlab qilib berishadi. Ismlari Masudjon aka. Nomerlarni pastda qoldiramiz. Manzilimizni eslatib o'tamiz. Yana Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Qoratepa qishlog'i. Katta ob'yomda konteyner mahsulotlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Like va kommentariya kutib qolaman. Keyingi videomiz albatta siz uchun bo'ladi. Bizdan uzoqlashmang. Rahmat barchaga.